Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining kun dayjesti. Navbahor tuman ichki ishlar bo'limida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Unda o'quvchi yoshlar uchun sohaga oid tushunchalar berilib, maxsus texnika va qurol aslahalar namoyish etildi. Nurota tumanida huquqbuzarliklar profilaktikasi tadbirlari o'tkazilmoqda. Tadbir davomida oila va turmush doirasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklar yuzasidan tushunchalar berildi. Zarafshon shahrida sektor rahbarlari hamda aloqador tashkilotlar vakillari ishtirokida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan yig'ilish tashkil etildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari ishtirokida video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Shu va boshqa xabarlar bilan Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.